Quddus ya Allah. Allohning go'zal ismlari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quddus. Barcha ayblardan xoli, noloyiq sifatlardan munazzah, mutlaq muqaddaslik va mutlaq poklik Alloh taoloning o'zigagina xos. Ushbu ism Qur'oni Karimda 2 o'rinda, Hashr surasining 23-oyatida hamda Juma surasining 1-oyatida kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ruku va sajdalarida Subbuhun Quddusur Robbul malaikati var ruh, u pokdir, quddusdir, farishtalar va ruhning, ya'ni Jabroil alayhissalomning Robbidir der edilar. Imom Muslim, Abu Dovud va Nasa'iy rivoyati. Demak, Al-Quddus sifati avvalo mutlaq pok degan ma'noni anglatar ekan. Ba'zi o'rinlarda jannat ham muqaddas joy deb ataladi, chunki jannat bu dunyoga xos bo'lgan ayblardan xolidir, pokdir. U yerda takabburlik, ko'zi ojizlik, qarilik, bel egilishi, ota-onaga oq bo'lish, yomon xotin, yetishmovchilik va kasallik degan narsalar bo'lmaydi. Biz Allohni muqaddas bilib, pok deya e'tirof etamiz. Ulug'laymiz deganda nafslarimizni poklab, u zot tomon yuzlanishga tayyorgarlik ko'ramiz degan ma'noni iroda qilamiz. Insonning o'z nafsini poklab, maqomini Alloh tomon yuksaltirmog'i dunyodagi eng muhim ishlardandir. Bir kishi qandaydir marosim yoki yig'inga chaqirilsa, u o'zining eng pokiza, chiroyli kiyimlarni kiyib, xushbo'yliklar surtib, tashqi ko'rinishini, xatti-harakatini tartibga soladi. Shuningdek, inson ham jannatga, Alloh taoloning huzuriga borish uchun, u zotning jamolini ko'rishga loyiq bo'lish uchun o'zini poklab, tayyorgarlik ko'rishi hayotdagi eng muhim ishlardandir. Alloh taolo mutlaqo pokdir. Binobarin faqat va faqat pok va toza narsani qabul qiladi. Inson uyiga mehmon taklif qilsa, hamma yoqni supurib, sidirib, hovli joyini tartibga keltiradi, chunki keladigan mehmonga o'zini ham, uy joyini ham chiroyli ko'rsatishga harakat qiladi. Ammo bu insonning ko'ziga ko'rinadigan zohiriy go'zallik, botiniy go'zallik esa insonning qalbida bo'ladi va uni faqat Robbimizgina ko'ra oladi. Bir hadis-i qudusiyda bandam bandalarning nazari tushadigan joyni yillab toza tutdi, ammo mening nazarim tushadigan joyni, qalbni 1 soat ham tozalab qo'ymadi deyilgan. Demak, qiyomat kuni payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va solihlar bilan birga bo'lishni istasak, eng muhim ishimiz nafsni gunoh va ma'siyatlardan toza tutishdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda Jabroil alayhissalomni Ruhul Quddus deya nomlagan. Chunki bu buyuk farishta ilohiy vahiyni, oyati karimalarni payg'ambarlarga yetkazishda har qanday ayb va kamchiliklardan, nuqsonlardan xoli bo'lgan. Unutish, o'zgartirish, o'rnini almashtirish, qo'shimcha qilish, o'chirib yuborish, mubolag'a qilish kabi ishlardan pok bo'lgan. Al-Quddus sifatining ma'nosi pok degan ma'noni anglatar ekan, buning yana bir hikmati shuki, Alloh taolo gunoh va ayblardan pok bo'lsakkina amallarimizni qabul qiladi demakdir. Allohim, seni ayb va nuqsonlardan pok deya e'tirof etamiz. Senga bog'lanish uchun nafslarimizni gunohlardan poklaymiz. Al-Quddus sifatidagi poklash va ulug'lash degan ma'nolarga yanada chuqurroq qarasak, buning asli tavhid ekanini anglaymiz.
banda o'rganishi kerak bo'lgan narsalarning eng afzali tavhiddir. Tavhid deganda ibodatda Alloh taoloning yolg'iz o'zini iroda qilish tushuniladi. Al-Quddus sifatining ma'nosi Allohni insoniy sifatlardan barchasidan pok deya e'tirof etish. Gohida inson Allohni ota kabi mehribon yoki qozi kabi adolatli deya tasavvur qiladi, ammo Allohning zoti bu kabi o'xshatishlardan mutlaqo yiroqdir. Inson o'ziga yetib kelgan ilm va ong doirasida adolatni qoziga, rahmdillikni otaga nisbat beradi, ammo Alloh taoloning sifatlari har qanday insoniy sifatlardan mutlaqo yiroq. Shuning uchun ba'zi ulamolar fikringga kelgan barcha narsada Alloh uning aksidir deyishgan. Masalan, muntaqim, intiqom, qasos oluvchi degan so'z insonga nisbatan ishlatilsa bu ijobiy bo'lmaydi. Muntaqim deb sifatlangan odamning o'zi ham bundan mamnun bo'lmaydi, ammo al-muntaqim Allohning go'zal ismlaridan biri bo'lib, zolimlarni zulmdan to'xtatish uchun intiqom oluvchi degan ma'noni anglatadi. Zolim, gunohkor bandadan intiqom olinsa, mazlumlarga tasalli bo'ladi. Chunki zo'ravon odamni faqat o'lim to'xtatadi. Shuning uchun Alloh taoloning zoti va sifatlarini haqiqiy ma'noda faqat Allohning o'zigina mukammal taniydi. Hatto payg'ambarlarning ham Allohni tanishi mutlaq emas, nisbiydir. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda gunohlaring uchun istig'for ayt degan. Muhammad surasi 19-oyat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Allohga har yuzlanganlarda yangicha bir tushunchaga ega bo'lardilar. Hatto avvalgi tushunchalardan uyalib ketardilar. Darvoqe, takbir kalimasi, ya'ni Allohu akbar jumlasining ko'plab ma'nolaridan biri Alloh sen bilganingdan ko'ra buyukroq demakdir. Dinning asli ma'rifatulloh, ya'ni Allohni tanishdir. U zotni tanisang, uning toatiga sho'ng'iysan. Biz ojiz bandalar Alloh taoloning go'zal ismlarini bilishga nihoyatda muhtojmiz. Chunki bu ilm dinning asoslaridan biri, hatto islom aqidasining nozik, daqiq, ammo muhim va ajralmas qismidir. Alloh taolo o'z zotiga muqaddasdir va barcha ayb nuqsonlardan xolidir. Chunki u barcha kamolot sifatlari bilan vasf qilingan. Allohning o'zi muqaddasdir. O'zi xohlagan bandalarni ham muqaddas qilur. Hadisda Alloh bir ummatni muqaddas qilmaydi agar zaifning haqqini olib bermasa deyilgan. Imom Hokim rivoyati. Bunda ikki ishora bor. Birinchisi shuki, Allohning qonuniga muvofiq agar zaifga yordam bersak, zaifni qo'llagan bo'lamiz, uni halokatdan saqlab qolgan bo'lamiz. Natijada bunday adolatni joriy qilgan ummat doimo omon bo'ladi. Ikkinchi ishora esa tavhidga oid. Zaifga yordam berib, ochlarga ovqat, kiyimsizlarga libos ulashsak va mazlumga yordam bersak, Alloh bizni ham ana shunday amalimizning jinsida mukofotlaydi. Salmon Forsiy aytadilar: yer hech kimni muqaddas qilmaydi. Inson qilgan amali muqaddas qiladi. Banda to'g'ri yo'lda yursa, toza va pokiza bo'lsa, botini zohiri kabi bo'lsa, muqaddas bo'ladi. Alloh muqaddas qilgan sog'lom qalb deganda, Alloh rozi bo'lmaydigan shahvoniy narsani istamaydigan qalb tushuniladi. Bunday qalb bid'at aralashmagan sunnatni mahkam ushlaydi. Alloh taoloning vahiysiga zid bo'lmagan xabarni tasdiqlamaydi. Sog'lom qalbli kishi faqat Allohning shariati bilan hukm yuritadi va uning o'zigagina ibodat qiladi. Ibodat ixtiyoriy toat bo'lib,
qalbiy muhabbat bilan qorishgan bo'ladi. Uning asosi kuchli ishonch bo'lib, insonni abadiy saodatga olib boradi. Al-Quddus sifatli zot ibodat qiluvchi bandalarining qalbini nopokliklardan tozalab, muqaddas qiluvchidir. Al-Quddus sifatli zot zohidlarning qalbini dunyo muhabbatidan to'sib, muqaddas qiluvchidir. Usul olimlari bu ma'noning aksini aytadilar. Ya'ni kim havoi nafsini Alloh chizib bergan to'g'ri yo'l bilan qondirsa, masalan shahvati ayolni tusab, unga halol nikoh bilan qovushsa, Alloh bu nikohga barokat beradi. Nafs mol dunyoni tusab qolganda uni halol kasb bilan qo'lga kiritsa, gunohkor bo'lmaydi. Demak, kim Allohning Al-Quddus ismini tanisa, uning ma'nosini anglasa, nafsini ham, mol mulkini ham haromdan poklaydi, tozalaydi. Bir olim zotni ziyorat qildim. Yoshlari 96 da ekan. Shifokorlar u kishini tekshirib ko'rishsa, aytarli kasallik yo'q ekan. U zot, Allohga qasamki, hayotimda biror harom ish qilganimni eslay olmayman, dedilar. Yana bir olim bor edilar. Keksayib qolgan bo'lsalar ham qomatlari tik, ko'zlari o'tkir edi, quloqlari ham yaxshi eshitardi. Buning sababini so'rashganda u zot, bolam, biz yoshlikda tana a'zolarimizni gunohdan muhofaza qilgan edik. Shuning uchun Alloh qariganimizda ham ularni muhofaza qilib berdi, dedilar. Kim taqvo asosida hayot kechirsa, hayoti mazmunli kechadi, buyuk hayot bo'ladi. Solih amallar yuzga ziyo, qalbga nur, rizqqa barokat, badanga quvvat bo'ladi. El yurtning muhabbatiga sazovor bo'ladi. Yomonlik esa yuzga xiralik, qalb va qabrga zulmat, badanga toliqish, rizqqa tanglik beradi, el yurtning nafratiga uchratadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kishi gohida gunohlari sababli rizqdan mahrum bo'ladi, deganlar. Al-Quddus ismining mohiyatini anglab yetgan odam yo'qotgan narsasiga g'am qilmaydi. Allohni topgandan keyin boshqa narsalarga e'tibor bermaydi. Har bir mu'min musulmon nafsini poklab, barcha harom narsalardan o'zini muqaddas tutmoqi lozim. Zero harom narsalardan chetlanish bilan Allohga taqvo qil, tavba qiluvchilardan bo'lasan. Shubhali narsalarga sho'ng'ishdan parhez qil, pokdomon kishilardan bo'lasan. Hayot uchun zarurat miqdoridan oshig'ini qo'lga kiritma. Og'ir hisob-kitobdan najot topasan, deyilgan. Katta bir bozorga kirsangiz, odamlarning ehtiyoji naqadar ko'pligini ko'rasiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, kim eson omonlikda, jismi ofiyatda tong ottirsa va huzurida bir kunlik rizqi bo'lsa, unga butun dunyo bo'y sundirib qo'yilgandekdir, deganlar. Imom Buxoriy, Termiziy va Ibn Moja rivoyati. Al-Quddus ismi oldidagi majburiyatimiz nafsimizni turli razolatlardan xoli qilib, poklab, musaffo holga keltirishdir. Alloh taolo barchamizga Al-Quddus sifatiga munosib bo'lgan pok va salim qalb egalaridan bo'lishni nasib etsin. Amin. Doktor Muhammad Rotib Nablusiyning Allohning go'zal ismlari nomli asari asosida Anvar Ahmad tarjimasi.